Assalomu alaykum, Chorvador YouTube kanalining hurmatli obunachilari. Do'stlar, bugun sizlar bilan navbatdagi sotuvga simental gibrid bukamiz ko'rib o'tamiz. Do'stlar, sizlardan bir iltimos, kanalimizga rivoj uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xudo xohlasa sizlarga foydali bo'lgan video qilishga harakat qilamiz. Bu molimiz ko'rishingiz mumkin, jonivor xudo xohlasa rasa baqadigan yaxshi sifatli buka ekan. Simental gibrid, simentalga limuzin. Simentalga limuzin men Rossiyadan kelib, men shunaqa parvoda buka ekanman. Jonivor xudo xohlasa yeyishlari, yeb-ichishlari, sog'liqlari yaxshi, ha aka. Xudo xohlasa unaqalariga javob berasiz. Inshaalloh bir hafta o'yin sinab bemalol ko'rishga oladi. Sinab olib, agar mol deb qo'ysak qaytib kela oladi o'zimizga. Mana jonivor siymasa, chiqmasa bizniki mol. Kavshlar qaytarib, xudo xohlasa sog'lom, yaxshi mol. Mana ayollari ham stakan tuya, shu tikka tuyadan ekan. Ko'rsalar bo'ladi mana. Ha, ama shu yashur derma shunaqa kasallar javob berilmaydi, lekin yeb-ichish shunaqalarga, oyoq og'ri, boshqa ularga aka javob berib, xudo xohlasa chiroyli qilib beradi akamiz. Mana jonivorni orqalaridan ham ko'rsatib o'tamiz, ko'rsanglar. Choslari ham mana keng, yaxshi holatda mana. Sonlari ham unaqa deb puchimas, yaxshi bo'lib, chiroyli holat chiqqan. Mana oldi holatlari mana aka, bo'ynlari ancha bo'lib, to'shlari, orqalari bir xilda, unaqa qornlari ham juda katta nima emas. Yaxshi holatda ekan jonivor. Bu narx qanaqa bo'lyapti endi aka? Xudo xohlasa biz obunachilarga 35 million xudo xohlasa xayrni qilib beraman deyapti. Inshaalloh dastavkalar qanaqa bo'ladi aka? Toshkentgacha dastavka qilib kelishsa berar ekan. Aka endi Anjandan chiqib qolsa, xudo xohlasa ilon Anjan sotilib ketsin, qanchaga qilib berasiz endi bu molni? 34 million bersak bo'ladi, Anjonda o'ziga qoladi. Necha kelishtirib bersak yana yaxshi bo'ladi aka, xudo xohlasa. Obunachilaringiz keladigan bo'lsa bo'ldi. Inshaalloh akamizga aloqa chiqarasizlar, xudo xohlasa chiroyli qilib yo'lda qilib beradi. Endi anja emas, qayri bo'lsa ham o'zi bu aytilgan narxdan yo'lda qilib chiroyli kelishtirib beradi do'stlar. O'zingizga qolsa, sen yo'l unaqa nima deydi? Kelishib beramiz. Endi bu yo'l yursa endi dastavkalarni o'zingiz bo'yningizda. Xarajat qo'shilib o'z-o'zidan. Qo'shiladi. Hech olmos qo'shiladi. Shuni hisobiga aloqa chiqarasiz. Davomiy bo'ladi, xudo xohlasa kuzatib tursa, har 2 kunni birida yo har kuni bizdan mol chiqib turadi. Va inshaalloh akamiz ham yangi boshlatdi, biz ham yangimiz ham xudo xohlasa narxni ham yo'lda qilib, shu yangilikka klient o'rgatishga ham kelishtirib, chiroyli qilib beradi do'stlar. Aloqa chiqsanglar mana molni holatlari yaxshi, yeb-ichishi shu aytganimizdek sog'liqlarga javob beradi, lekin yashur dermatdan tashqari shularga javob beradi. Mana holatlari, mana bo'ynlari ham, etlari ham lekin rasa bo'sh bo'lib, rasa baqsa bo'ladigan xudo xohlasa. Ha, inshaalloh qurbonlikkacha dadil yaxshi baqilib olsa ham ancha to'lib zo'r bo'lib qoladi. Simentalda aka. Ha, simental gibrid ekan. Endi rossiyskiy simental, endi shunaqa ekan. Ha. Jonivorni ko'ra olasizlar akalar mana. Holatlari mana. Kri vaznlari ham xudo xohlasa shu 550 kilo borib bormay shunaqa atrofida xudo xohlasa mana. Uzun torliklari ham ancha yaxshi, uzun bunaqasiga ham yaxshi bo'ldi. Ha, inshaalloh. Mana ayollari ham pokiza, yaxshi holatda o'zi. Bo'ynini qarang, bo'yni kobra bo'yinda. Xudo xohlasa. Bo'sh qop. Bo'ynlari ham sifatli bo'lib, bilinib qolgan mana. Yaxshi yeb tursa, xudo xohlasa, yaxshi baqilsa, Xudo xohlasa. ana shu o'ziga olib yo'g'onab ketadi jonivor. Do'stlar, mana videomizni yakunlayapmiz. Yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib, kommentariyaga bir fikr, mulohazalar yozib qoldiringlar. Xudo xohlasa, bundan buyog'iga shu sizlarga foydali bo'lgan video qilishga mana akamiz yangi boshlab bu yerga chiqarib turadi. Biz ham xudo xohlasa sizlarga shunday video qilib chiqarib turishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.